Avlod Kids bog'chasini tanlaganimizni bitta sababi, asosiy sababi nutritsiologik pitание bo'lgani uchun birinchisi, keyin bolalarga psixologический yondashuv bo'lgani uchun, bolalarga bo'lgan воспитательницаларning отношенияsi. O'g'lim bog'cha pasi uchun keladi asosiy. Har kuni so'raydi, Madina opam keldilarmi deb. Ikkita bolam keladi. Birinchi katta o'g'limni berganman. 1,5 yil kelganidan keyin уже kichkinamni ham shu bog'chaga berishga qaror qildik. Chunki katta bolamda rechda ham, bolalar bilan sotsializatsiyasi ham yaxshi tarafga o'zgargani uchun ikkinchimni ham berishga qaror qildik. Ota-onalar bilan shug'ullanishadi, psixologlari bor, logopedlari o'zlarining tavsiyalarini berib boradilar. Bola bilan qanaqa shug'ullanish kerak, nima qilish kerak, uyga zadachalar berishadi bola bilan ishlash uchun. Avlod Kids'i tavsiya qilaman, olib kelinglar bolalarni. Men bu bog'chadan mamnunman. Rahmat shunaqa bog'cha ochganinglarga, asoschilariga rahmat, bog'chapalariga ham, psixologlariga ham rahmat.